Assalomu alaykum, hurmatli YouTube kuzatuvchilarimiz. Mana yana bitta joyda bitkizdik. Yangi do'kon qurayotganlar eshik oldi. Qanaqasidan qo'ysamkin deb o'ylanib yurganlar uchun bu video. Akamizga EKP'ni mokrisidan qilib, aynalarni oq ayna solganmiz. Kalonni aynalar. Ruchkalarni ham sifatli ruchkalardan qo'yganmiz. Moshinalari 4 tadan bo'lgan. Hassa bitta. Eshikning stoykasini balkon profildan qilganmiz, lekin eshikning ochilishini budjetliroq variant bo'lishi uchun EKP'ni oddiy o'rta qayd ochilishidan qilganmiz. Hozir ichki holatlarini ham ko'rsataman. İçki holatları. Shunaqa sifatli xizmatlar kerak bo'lsa, doimiydek pastda nomerlarimiz bor, bemalol aloqaga chiqa olasizlar. Doimiydek yana sizlar uchun xizmat ko'rsatganimizdan xursand bo'lib yuramiz. Bemalol aloqaga chiqa olasizlar. Like bilan podpiska bosib qo'yishni esdan chiqarmanglar.